Hayda. Bir Gentra avtomobil. Ustiga $1000 puli bor. Lochinjon hayda ulay lochin. Hayda. Shu zotni ayirsak bugun Davudra o'pamiz. Hayda. Hayda ya o'rningni ko'taray hayda ya kamal. Hayda palvon. Hayda. Hayda. Ko'rsatib ayrasan. Lochindan qoldi, oxundan qoldi. Yunusdan qoldi, Jaskadan qoldi. Faqat haloliga degan muxlis qarsoq turqadi. Mana Ilhom rais topgan yashkin ketsin aka. Hayda palvon. Ko'rsatib ayrasan. Translation tilga oldirishni iloji yo'qmi? Faqat shaqa borib boshora bo'lyapti-da. Hayda palvon. Armonga qoma. Ko'rsatib ayrasan. Bir Gentra avtomobil. Ustiga $1000 bo'lg'aydi. Bundan kam qolmadi, $15000. Gentra'ning kalti menga turibdi. $500 olib kelasan, salondan chiqarib beraman o'zim. Hayda palvon. Pasporting bilan kelasan. Hayda palvon. O'g'illar Olimboy akamizdan bitta qarsoq to'ray. Olimboy akamizda yigitlar ko'paysin. Xudo xolasa akajon, umringiz uzoq, rizqingiz mo'l bo'lsin. Nasib bo'lsa farzandlaringiz O'zbekistonimizni ko'rki bo'lsin. Yelkasi yer ko'rmasin. Sherali Jo'rayevday yigitlar bo'lsin xudo xolasa. Hayda palvon. Ishongan otingni minur hali kaptiva turibdi. Ko'pqarimiz qizi ursa, Ilhom rais aytayapti, pachka ma'lum 2 kilo tashlayman deyapti. Ilhom rais kam qolsa. Ilhom rais deb omadingni bilsin aka. Bizlarga ham nasib qilsin shunday to'ylar qilish. Uyli duosini olishi har kimga emas, shuncha muxlis sen uchun. Baxtiyor hojini hurmat aka o'tiribdi. Hayda palvon. Hayda. Xudo xolasa 4-yanvardagi to'y ham xuddi mana shu Ilhom akamiz to'ydan kam to'y bo'lmaydi. Hozir olib qo'ygani 2 ta trekker, 2 ta Captiva, 2 ta Spark, 2 ta Gentra. Xudo xolasa Dil rais ham 7 soat 6 ga chiqaraman deyapman, 9 ga chiqaring deyapman. Bir kunga chopolmaysan zotimni deyapti. Bir kunga beramiz qo'shib. Hayda. Hayda palvon. Ko'rsatib ayrasan. $1000. Sherdan palvonning nomidan 500. To'yxonadan 400. Bo'ya duo so'ragan akamizdan 100. $1000 bitta Gentra avtomobil olinglar. Hayda. Ko'rsatib ayrasan, kim bo'lsa ham yakka qilasan. Hayda palvon. Armonga qolma. Ko'rsatib yakka qilasan, kim bo'lsa ham. Hayda urasan, yakka qilasan, kim bo'lsa ham yakka qilasan. Armonga qolma. Ko'rsatib yakka qilasan, kim bo'lsa ham. Armonga qolma, cho'zasan, kim bo'lsa ham yakka qilasan. Yakka qilasan, kim bo'lsa ham cho'zasan. Armonga qolma. Bakovul oldiga o't, bakovul oldiga o't. Ko'rsatasan. Ko'rsatasan. Ko'rsatib ayrasan. Taka joyiga qoldi. Hayda palvon. Armonga qolma. Shiraka yaqinroq turinglar jon aka. Shirakamizga bitta qarsoq turinglar aka. Malades, haqiqiy xudodan qo'rqitay deyapti. Malades aka. Otangga rahmat. Ko'rsatasan.
qo'shiq chinar emasmi? Chinor-ku, chinor. Chinormi? Men oldim aka, men oldim aka. Qashqadaryo halolmi? Bizga ham bitta qarshaq bo'lsin. Endi yigitlar, bir minut jim turing yigitlar, hammang bir minut jim tur. Ana ey! Muxlislar, jim tur, muxlis. Javla. Muxlis jim tur, muxlis. Muxlislar, mana shu yerga turgan jamiki inson qora ko'z bu guvoh. Javla misraqqa. Yigitlar bir gapiryapman. O'g'illar, hozirgi Olimboy akamizni nomidan aytilgan bir Gentra avtomobil ustiga to'yxonadan $400, Duvango'y akamizdan $100, Shirdan Polvonni nomidan aytilgan $500, olsa $1000 bir avtomobilni Shahrisabzdan joylab qo'ydi. Tagidagi ot, Surxondaryodan Xushurboyda raqamli oti bilan inosini qidirdi. Endi ishadi muxlis. Mana Fayzulla Hojiboy oldimga turibdi. Nima uchun Fayzulla Hojining to'yiga tirik kirdi, javlarga bir yor deydigan gap bo'ldi. Endi bu o'g'il asfaltni ichida gap. Men bunga voqeani aytdim. Hozir bunga voqea bo'yicha javlarga negativlar yo'qmi? Bakalga negativlar yo'qmi? Haloliga bo'ldimi? Otangga rahmat. Sen otistagi. Sen otdigasimi? Jiyanimsan, Xurshidboyga aytasan, bizni Zanchga olib kelib otib ketasiz. Mana chekin. Bizni pul olib beringlar. Qashqadaryo Alishon raisga chor qarsakdi. Takani tushir. Tushir takani yerga. Takani yerga tushir. Shahrisabz. Takani yerga tushir.